Shayx Abdulqodir Jeyloniy Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 3-majlis. Al-Ma'mura madrasasida Shayx Abdulqodir rahimahulloh 545-yili Shavvolning 8-kuni saharda dedilar: Ey faqir, boylikni orzu qilma, u sening halokatingga sabab bo'ladi. Ey kasal, shifoni orzu qilma, u halok bo'lishing sababchisidir. Oqil bo'l, manfaatingni muhofaza qil, o'zingga nasib qilgan taqdirga qanoat etgin va undan ziyodasini talab qilma. Din, dunyo va oxiratdagi ofiyat va omonlikni ko'p so'ra. Shu narsa bilan qanoatlan. Alloh azza va jallaga, uning xalqiga o'zingning yoshliging, quvvating va moling bilan baland kelma, kibrlanma. Albatta bu ish seni halok qilur. Agarda u azobi bilan ushlasa, uning azobi alamli va shiddatlidir. Tili musulmon, ammo qalbi, amali musulmon bo'lmaganlarning holiga voy bo'lsin. Namoz, roza va jami yaxshi amallaring bilan Allohning roziligini iroda qilmas ekansan, Alloh taolodan uzoq munofiqlardan bo'lib qolasan. Barcha amallaring, so'zing va ahamiyatsiz maqsadlaringdan hoziroq Allohga tavba qil. Amallarida xolis bo'lgan qavm, muvaffaqiyat qozonuvchilar, ishonuvchilar, Allohni bir deb biluvchi, ixlosli, Allohning balo va ofatlariga sabr qiluvchilar, uning ne'matlariga shukr qiluvchilardir. Ular Robbilarini dastlab tillarida, so'ng qalblarida zikr etadilar. Insonlar tarafidan o'zlariga bir aziyat yetsa, ularga yuzlariga tabassum qiladilar. Dunyo podshohlari ulardan ajralgan, yer yuzidagi barcha insonlar ular oldida o'lik va ojizdirlar. Jannat fuqarolari ularga nisbatan go'yoki xarobdir. Do'zax ular uchun go'yoki o'chirilgandir. Ular jisman dunyo va uning ahli bilan birga bo'la turib, ma'nan dunyo va oxiratning Parvardigori bilan birga bo'lishadi. Unga qo'shilib, unga muhabbat qo'yishadi. Qalblari ila Allohga bog'lanib vasila hosil qiladi. Yo'ldan oldin yo'ldosh hosil qilishib, Alloh va o'zlari o'rtasida eshik ochishadi. Davomiy ravishda zikr qilishadi. Alloh taolo aytadi: "Bas meni eslangiz, men ham sizlarni eslayman. Va menga shukr qilingiz va menga kufr keltirmangiz." Baqara surasi 152-oyat. Alloh taolo ham ularni eslamog'ini umid qilib, uning zikrini mahkam tutishdi. Ular Allohning quyidagi so'zini anglashgan edi: meni zikr qilgan kishi bilan birga o'tiraman. Ajlaviy Kashful Xofa kitobida keltirgan. Xalqlar majlisini tark qilib, zikr bilan qanoatlaninglar, toki sizlarga uning majlislari hosil bo'lsin. Ey jamoa, sizlarga amalsiz ilm hargiz foyda bermas. Sahifalarda bitilgan Allohning hukmlariga amal qilishga muhtojsizlar. Unga amal qilib borsangiz, kunlar ketidan kunlar, yillar ketidan yillar o'tib, mevasini o'zingizda ko'rasiz. Ey yigit, ilming agar menga amal qilmas ekansan, sening zararingga hujjat bo'laman deya nido qiladi. Amal qilsang, sening foydangga hujjat bo'lgay. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganlar: ilm amalni chaqiradi. Agar javob bersa, yaxshi, aks holda u ketadi. Uning barakasi va Mavlodan bo'lgan shafoati ketib, mehnat mashaqqati a'zolariga singishi to'xtab, oddiy qobig'igina qoladi. Chunki ilmning mag'zi amaldadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlariga amal qilmaguningga qadar u zotga ergashishing durust bo'lmas. Agar u zotning amrlariga amal qilsang, qalbing va ko'ngling Robbing tomon yuzlanadi. Senga ilming nido qiladi, lekin qalbga ega bo'lmaganing tufayli uning so'zlarini eshita olmaysan. Uning so'zlariga qalbing va siring ila quloq tut. So'zlarini qabul qil, shundagina manfaat topasan. Amal qilinadigan ilm seni ilmni manzil tutgan olimga yaqinlashtiradi. Bu hikmatlarga amal qilsang, dastlab ilm,
keyin ilm manbasi senga ochiladi. Sening huzuringda ikki oquvchi buloq bo'lib, ular tufayli qalbing botiniy va zohiriy ilm hamda hikmatga to'ladi. Shunda ularning zakoti zimmanga vojib bo'ladi. Ilmning zakoti uni tarqatish va xalqni haqqa chaqirishdan iborat. Ey yigit, kim sabr qilsa, qadri yuksaladi. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la-to'kis qilib berilur. Zumar surasi 10-oyat. Dining bilan emas, kasbing bilan hayot kechir. Kasb hunar o'rganib, uni boshqalarga ham o'rgat. Mo'minlarning kasb qilmog'i siddiqlik martabasidir. Faqat faqirlar va miskinlar foydalanishini ta'minlaydigan, insonlarga nisbatan rahmatni vasila qiladigan va Alloh taoloning roziligini talab qiladigan kasb hunarlar uchungina nasiba bordir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlar Allohning boqimandalaridir. insonlarning eng sevimlisi o'z oilasiga nisbatan manfaatlirog'idir deganlar. Haysami rivoyati. Allohning do'stlari ko'r, soqov va karga o'xshaydi. Qachon ularning qalblari haqqa yaqin bo'lsa, undan o'zgani tinglamaydilar, boshqani ko'rmaydilar ham. Ularni yaqinlik va haybat o'rab oladi. Mahbublari huzuridagi muhabbat ularga foyda beradi. Ular jalollik va jamolat o'rtasida bo'lib, o'ngga ham, so'lga ham moyil bo'lmaydilar. Insu jin, podshohlar va turli mahluqlar, ilm va hikmatlar ularning ortida turib xizmat qiladi. Ular fazil dasturxonida yeydilar va shodlik sharobidan ichadilar. Ular bir vodiyda turib, boshqa bir vodiydagi xalqni Allohning buyruqlariga buyurib, nahiylaridan qaytaradilar. Ular haqiqiy merosxo'rlar bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyingi o'rinbosarlardir. Ularning mashg'ulotlari xalqni haq eshigiga qaytarish bo'lib, ularga hujjat keltiradilar. Har bir narsani o'rniga qo'yib, har bir fazil egasiga fazil beradilar. Ulardan haq olmaydilar va o'zlariga mukofot talab qilmaydilar. Alloh yo'lida yaxshi ko'rib, Alloh yo'lida yomon ko'radilar. Har bir amallari Alloh uchun, boshqalar uchun emas. Bu ishlarda ularga nasiba bordir. Kim bu sifatlarni o'zida mujassam qilsa, suhbati komil bo'lib najot topadi. Uni insu jin, farishtalar, yer va osmon yaxshi ko'rib qoladi. Ey munofiq, ey Alloh azza va jallani unutib, mahluqlarga va sabablarga ibodat qiluvchi, bu xislat va fazilatlarga ega bo'lmasdan turib, bu ishlarni qo'ling bilan qilishni xohlaysan. Taslim bo'l, so'ng tavba qil, so'ng ta'lim ol, amal qil va xolis bo'l. Shundagina hidoyat topasan. Holingga voy bo'lsin, sen bilan mening oramizda hech qanday adovat yo'qdir. Men haqni gapirishimga qaramasdan Alloh azza va jallaning diniga ijobat qilmading. Dar haqiqat sen mashoyixlarning so'zlaridagi yolg'izlik va faqirlikdagi qattiqlikka ko'ra tarbiya olding. Agarda men tarafimdan senga biror so'z zohir bo'lsa, uni Allohdan deb ol. Chunki u meni so'zlatdi. Mening huzurimga kirsang, nafs va havoyingni tashlab kir. Agar basirat ko'zing bo'lsa, meni shu holda ko'rar eding. Lekin fahmingning kasalligi sen uchun ofatdir. Ey murid, mening suhbatim va mendan manfaat olish mening ayni holatim. Unda na xalq, na dunyo va na oxirat bordir. Kimki tavba qilib, suhbatimga sherik bo'lsa, menga nisbatan gumonini yaxshi qilib, aytgan so'zlarimga amal qilsa, shu holga erishadi. Payg'ambarlarni Alloh azza va jalla o'zining kalomi bilan, do'stlarini hadisi shariflar ila tarbiya qiladi. Hadis ularning qalblariga ilhom tushishidir. Chunki ular payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Alloh azza va jalla so'zlaydi. U zot Musa alayhissalomga hech qanday vositasiz u kishining aqliga yetib boradigan so'zlar ila gapirdi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan hech bir vositasiz so'zlashdi. Qur'on siz bilan Robbingiz o'rtasidagi Allohning mustahkam arqoni bo'lib,
Jabroil alayhissalom uni Allohning huzuridan rasuliga nozil qilgan. Ey Allohim, barchamizni o'zing hidoyat qil, tavbalarimizni qabul et va bizlarga rahim ayla. Hikoya qilinadiki, mo'minlar amiri Mu'tasim billah, Alloh u kishiga rahim qilsin, vafot etar chog'ida shunday dedi: Allohga qasamki, men Ahmad ibn Hanbal haqlariga qilgan ishimdan Allohga tavba qilaman. Uning biror ishiga taqlid qilmadim, holbuki o'zgalar unga muqallid bo'lishdi. Ey bechora, foydasi bo'lmaydigan so'zlarni va mazhabdagi ta'assubni tashla. Dunyo va oxiratda manfaat beradigan narsalar bilan mashg'ul bo'l. Yaqin kunlarda o'zing haqingdagi xabarni ko'rasan va mening so'zlarimni eslaysan. Boshingga ta'nalar quyilib, jarohatlar tinimsiz yog'ilganini ko'rasan. Qalbingni dunyo g'amlaridan ozod qil, shirin hayotni talab etma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam deganlar: haqiqiy hayot oxirat hayotidir. Buxoriy rivoyati. Orzu umidlaringni qisqa qil. Chunki senga dunyoda zuhd keldi. Zero zuhd uzun orzularni qisqartirishdir. Yomonlikka yaqin bo'lganlardan uzoqlash, ular bilan do'stlikni uzib, solihlar bilan aloqa bog'la. Yomonlik ahliga nisbatan yaqinlikni tark qil. Yaxshilikka yaqin bo'lganlar bilan bog'lan. Kim bilan do'st bo'lsang, orangizda yaqinlik hosil bo'ladi. Bas do'st tutadigan odamingga nazar qil. Ba'zilardan yaqinlik nima deb so'rashganda do'stlikdir deya javob berishgan. Taqsim qilingan va qilinmagan narsalarni talab etishni tashla. Chunki taqsimlangan narsalarni talab qilishing mashaqqat, taqsimlanmagan narsalarni talab qilishing xorlikdir. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Alloh taoloning bandalariga bo'ladigan uqubatlarning ko'pchiligi taqsimlanmagan, taqdir qilinmagan narsalarni talab qilish tufaylidir. Imom Jiloniy rivoyati. Ey yigit, Allohning mo'jizalari haqida fikr yurit va tafakkur qil. Batahqiq zohir va botin ko'zlari ochiq bo'lgan orif mo'min oldiga kelding. U ikki zohir ko'zi bilan Alloh yer yuzida yaratgan narsalarni va ikki botin ko'zi bilan Alloh osmonlarda xalq qilgan narsalarni ko'radi. Uning qalbidan parda ko'tarilgan hech bir tashbih va kayfiyatsiz ko'radi. U Allohga yaqin mahbub banda. Mahbub kimsaga hech narsa sir tutilmas va albatta pardalar nafs, havo, shaytondan xoli bo'lgan qalblardangina ko'tariladi. Aqlingni ishga solib, aytganimni tadabbur qil va fahmla. Albatta, men senga ma'noli so'zlarning mag'zi, javharini so'zladim. Ey yigit, Xoliqdan xalqqa shikoyat qilma, balki Xoliqqa shikoyat et. Chunki u qodirdir, o'zgalar esa qodir emas. Sir, musibat va kasallikni yashirish yaxshilik alomatidir. O'ng qo'ling bergan sadaqani chap qo'lingga bildirmaslikka harakat qil. Dunyo dengizidan ehtiyot bo'l, chunki unda ko'p xalqlar g'arq bo'lgan. Faqat sanoqli kimsalarigina najot topdi. U barchani g'arq qiladigan chuqur dengizdir. Lekin Alloh taolo qiyomat kunida mo'minlarni do'zaxdan saqlaganidek o'zi xohlagan bandasiga u dengizdan najot beradi. Alloh azza va jalla marhamat qilib shunday deydi: Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Bu Parvardigoringizga, ya'ni u zotning amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Maryam surasi 71-oyat. Alloh taolo olovga qarata salomatlik va salqinlik holatda bo'lgin dedi. Anbiyo surasi 69-oyat. Ixlosli, mo'min, rag'bat qiluvchi bandalar imtihondan o'tadilar. Alloh taolo: "Ey dunyo dengizi, ey suv, bu bandani g'arq qilma" deydi. Musa alayhissalom qavmi bilan dengizdan najot topganidek, ular ham najotga erishadilar. Alloh taolo xohlagan bandasiga fazl beradi. Alloh taolo aytadi: Alloh o'zi istagan kishilarga hisobsiz rizq beradi. Baqara surasi 212-oyat. Yaxshilik ato etish, uni man qilish, boylik, faqirlik, azizlik, xorlik barchasi Allohning qo'lidadir.
hech kim, hech narsa unga sherik bo'la olmaydi. Oqil kishi uning eshigini lozim tutib undan boshqasidan yuz o'giradi. Ey inson, sening xalqni rozi qilib, Xoliqni g'azablantirganingni, dunyo imorati bilan oxiratingni xarob qilayotganingni ko'ryapman. Yaqin kunda jazosi alamli va shiddatli bo'lgan zot seni jazolaydi. Seni mol va mulkingdan ajratib, kasallik, xorlik va faqirlik, g'am va qayg'u bilan ushlaydi. Mahluqotlarning barchasini sening zararingga xizmat qildiradi. Ey g'ofil, uyg'on. Ey Allohim, bizni o'z yo'lingda va o'zing uchun uyg'ot. Amin. Dunyodan nasiba olishda kechasi o'tin yig'ib, qo'liga nima olganini bilmaydigan kimsa kabi bo'lma. Sening xatti harakatingni oy va nur bo'lmagan zulmatli kechada o'tin teruvchi misolida ko'ryapman. Sen qum va zararli hasharotlar mavjud bo'lgan yerda kechasi yurgan kimsaga o'xshaysan. Bunday kimsa halokatga yaqindir. O'zing uchun kunduzi o'tin yig', chunki quyosh nurida o'ziga biror zarar yetishidan saqlana olasan. Tasarruflaringda tavhid, shariat va taqvo quyosh bo'lsin. Chunki bu quyosh seni shirk, shayton va nafs to'riga tushib qolishdan to'sadi. Shoshma shosharlik qilma. Holingga voy bo'ladi. Kimki shoshilsa, xatolikka yo'l qo'yadi yoki unga yaqin bo'ladi. Kim shoshqaloqlik qilmay sabr etsa, to'g'rilikka erishadi yoki unga yaqin bo'ladi. Shoshilish shaytondan va ohistalik Rahmondandir. Ko'pincha seni shoshishga undaydigan narsa dunyo to'plashga bo'lgan hirsdir. Qanoat qil, chunki u tuganmas boylikdir. Qanday qilib o'zingga taqsim qilinmagan va sening uchun voqe bo'lmaydigan narsani talab qilasan? Nafsingni to'sib, uni rozi ham qil. Keraksiz narsalardan yuz o'gir. Allohni haqiqiy ma'noda taniguningcha bu holni lozim tut. Shundagina barcha narsalardan behojat bo'lasan. Qalbing quvvat topib, ko'ngling sof bo'ladi. Parvardigor azza va jallaning o'zi senga ta'lim beradi. Natijada dunyo boshingga, oxirat qalb ko'zingga, Alloh azza va jalladan boshqa narsalar esa ko'ngling ko'ziga bo'yin egadi. Haq azza va jalladan o'zga narsalar sening nazdingda ulug' bo'la olmaydi. Ana shunda barcha xalq huzurida hurmat e'tiborga loyiq bo'lasan. Ey yigit, agar qo'llaring orasida qulflangan eshik qolmasligini xohlasang, Allohga taqvo qil, chunki taqvo barcha eshiklarning kalitidir. Alloh o'zining kalomida aytganidek, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Nafsing, ahling va moling bilan Allohga qarshi bo'lma. Unga o'zgartirishni va badal qilishni buyurasan. Sen undan dono, biluvchi va rahimliroqmisan? Sen boshqa xalqlar kabi uning bandasi, u zot esa sening va ularning ishlarini tadbir qiluvchidir. Agar dunyo va oxiratda Allohning suhbatini xohlasang, xotirjamlik, sukut va soqovlikni mahkam tut. Allohning do'stlari uning huzurida odoblangan kishilar bo'lib, ularning har bir harakat va qadamlari Alloh tarafidan qalblariga yog'ilgan ochiq-oydin izn tufayli sodir bo'ladi. Mana shu izn, ruxsat tufayli muboh narsalardan yeydilar, kiyinadilar, turmush quradilar va hokazo. Ular Haq azza va jalla bilan qalb va ko'zlarning, onglarning egasi bilan birga bo'ladilar. Ularga dunyoda Alloh taolo qalblarini, oxiratda jasadlarini o'zgartirgunicha Parvardigorlari bilan birga bo'lishdan boshqa qarorgoh yo'qdir. Allohim, dunyo va oxiratda o'zingning nazaring bilan rizqlantirgin. Qalblarimizni lazzatlantir. Bizni o'zing rozi bo'ladiganlardan ayla. Shuning bilan 3-majlis nihoyasiga yetdi.